biriga oldim deganga 4 millionga bor bor. 4 million. 4 million. Assalomu alaykum. Ozodbek izlashadi obunachilar hamda aziz mehmonlari. Aka-ukalar, xudo xolasa like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa siz kutgan, siz kutgan, siz olaman degan qo'ylar videoga chiqdi xudo xolasa. Zo'rlardan kelgan Ozodbek. Hozir ko'rsatamiz. Xudo xolasa 5 million 200 ming so'mdan 4 million so'mgacha chiqardik. Oxirigacha ko'rsin, like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa aytilgandan arzon qilib beramiz. Xudo xolasa. Kanalga obuna bo'ling, like tugmachasini bosing hamda hammasi degan tugmachasini bosib qo'ying. Biz chiqarayotgan videolar sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi. Biz sizlar uchun ishlashda davom etamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube chorva qo'y qo'chqor ishqibozlari Ozodbek o'z kanalini muntazam ravishda kuzatib kelayotgan aka-ukalarimiz hamda kanalimiz mehmonlari. Akalar, bugungi video syomkamizni biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha har doimgidek optimchilar arzonchilik qilgan qishloq Saroy qishlog'ida akalar kanalimizni to'laqonli mezboni. Mezbon bo'lganda ham akalar mana shunaqa gigantlarni olib kelib, xalqimizga arzonchidan taqatyaptilar. Jonlari bor bo'lsin. Eng muhimi insof bilan narx qo'yyaptilar. Arzonchi akamiz, Ravshanbek akamiz bilan. Bormisiz aka? Obunachilarimiz sog'inib qoldi aka. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aka-ukalar, Ozodbek izlashadi obunachilari. Xudo xolasa Ozodbek bugun zo'rlardan kelgan. Xudoda bo'lib tursin. Musofirdagi aka-ukalarga ham, hojonalarga ham xudo xolasa addushi ishlaymiz, zo'rlardan olib kelganmiz. Yo'lda qilib beramiz xudo xolasa. Ana shunday. Akalar, video syomkamizni oxirigacha kuzatib boringlar. Bugungi o'zgacha qo'chqorlarning haqiqatan liderlari, qo'chqorlarning papalari chiqib keladi. Oxirigacha ko'rib tursalaring, biz sizlarga video obzor qilib namoyish qilishda davom etaveramiz. Bugunga necha partiyaga bo'lamiz aka? Bugunga xudo xolasa 4 partiya. 4 partiya. 4 partiya chiqadi. Joningiz omon bo'lsin. Birinchi partiyamizga eng yiriklari. Eng yiriklari yemini yeb turgan. Aha. Bular 12 oylikdan o'zi o'tib qolgan, balki oldi tishmaydilayapti-da. Ha, o'zimiz tishmaydilayapti. Yaqin o'zi 12 oylik, to'la 12 oylik desa bo'laveradi. Joningiz omon bo'lsin. Ammo yemni bayav yeyishibdi. Yeb turgan xudo xolasa. Mana qaranglar, go'sht yog'iga ham aytaveradigan holatda turishibdi. Zo'r bor-ku. Mana qarang. Bitta ehsonni o'ynab kulib o'tkazadi. Inshaalloh. Xotirjam o'tkazaveradigan, mana qarang, mana yurishda o'tkazaveradigan variantlardan akalar. Aka, xudo xolasa tish buzishga yaqin eng oldilari. O'zi xudo xolasa buzadi. Nima deyapsiz? Mana qarang, yurishda akalar. Haqiqatan yiriklari bugun sizlar uchun bo'lyapti. Yaxshi ehsonim bor degan aka-ukalarimizdan telefon qilaverasizlar. Chiroyli holatda bitta ikkita ham sotaveramiz, ha? Chiroyli o'tkazadi ehsonni. Joningiz omon bo'lsin. Xo'p. Telefon qilishsin, ikki kishi bittasi ham sotamiz xudo xolasa. Sotamiz. Ha. Gap yo'q. Sotgan chiqaryapmiz, reklamaga emas. Bular bo'yin nechiga beramiz aka? Bular bo'yin o'lchaymiz mana metr. Bering menga metrni. Bularda xudo xolasa mana akalar temir metrimiz. Mana sizlarga ko'rsatib qo'yaylik. Birdan bag'a xudo xolasa 90 gacha. Bismillah. Mana badanni qaranglar. Mana badani semiz. Zo'r ekan, holati zo'r. Xudo xolasa yaxshi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Ushlangchi. Necha deyapman qani? Qani qo'lingizda. Hop 83 82 chiqyapti aka. Mashhur chiqar. Mana. Mana oldi ham. Tushlariga ham e'tibor beramiz. Tushlariga ham e'tibor beramiz. Xudo xolasa har tomoniga yetaveradi. Gap yo'q. Mana u tishi mana. Mana. Ha, tish kengayib qoldi. Tish yorishga yaqin kelib qoldi, ha? Xudo xolasa yoryapti oldi. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa holati zo'r mana ularni. Mana bittani o'lchadik. Bittani o'lchadik. Mana hozir mana. Keling. Hozir katta kichik bo'lib qolmasin. Va bo'yiga maqtaymiz-ku. Ha, sariqni ham ushlangchi, haliga tanuli ham bo'lsin-chi. Keyin bitta ko'zimizga kichkinaroq ko'ringanda ham o'lchayda, shu kichkinasiga beraveramiz. Bo'ldi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Buniki aka 83-84 atrofida chiqyapti. Bu ham mana. Xudo xolasa gap yo'q. Bu ham kelib qoldi. Maydalab qolibdi bular ham. Joningiz omon. Yana birorta kichkinarog'ini ushlaylik. Aka, xudo xolasa ko'rsatib, obunachilarimiz xudo xolasa sizlarga realni bo'ladigan, ko'rinadigan narsalarni xudo xolasa akalar ko'rsatib, chiroyli holatda namoyish qilamiz. Qadrli obunachilarimiz, bittadan like bosib turinglar, imkon qadar to'la yoritishga harakat qilamiz. Mabodo akalar to'la yoritilmasa, Telegram, WhatsApplar mavjud. O'zga bitta kichkina ko'ringanni o'lchaylik, o'shanga beraveramiz bo'yini. Ushlanchi mashina, mana. Mana tirmashayotgan. Ha, tirmashayotgan. Chunki ko'tarilib tepasiga chiqib kelyapti. Chechijani. Tirmashayotgan kichikroqlarni mashina bo'lsa. Qani bismillahirrohmanirrohim. Hoy. Qani. Necha? Xo'p, 81-82. 80 plyusga olishavera. Mana. Bu ham tishini yorishga yaqin xudo xolasa. Joningiz omon bo'lsin. 80 plyusga bo'ylari ketaveradi. Olishaversin. Gap yo'q. Xudo xolasa bo'y bastida muammo yo'q. Tortishilmaydi. Hey. Lakas tashlab beramiz. Ha. Tepasiga kelsin, dilxushiga ko'rib, dilxushiga olishadi qo'yni. Inshaalloh. Qo'y zo'r o'zini maqtaveradi. Yetkazib berish qancha bo'ladi aka? Yetkazib berish xudo xolasa yetkazib beramiz. Respublikamiz 12 ta viloyatiga yetkazib beramiz. Hop. Bepul Samarqandgacha yetkazib beramiz xudo xolasa. Ha. Bepul holatda Samarqandga bitta ikkita necha aka?
Bitta ikkitani vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Toshkentga 5 ta olasidan kam yetkazib beramiz, xudo xolasa. Bismillah. Narxi. Bularni narxi oldi qo'shdi qilmaymiz. Hmm. Mana o'zi anchadan chiqqanimiz yo'q. 5 ta bo'lib qoldi, pozib 5 ta qoldi bo'lib orada. qoldi. Xo'p. Mana uni 5,5 million so'm desam ham bo'laveradi. Ko'taraveradigan holat. Ko'taraveradigan holat. Gap yo'q. O'zimdagilarim yozar, "Oy, sen ham insofsiz bo'lib ketding. Sen ham qimmat chiqaryapsan" deyishi mumkin. Shuni hisobiga mana uni 5,5 da pasada bugun bo'ladi, xudo xolasa. 5 million 300 ming so'mdan Joningiz baraka omon topsin. bo'lsin. Ye gap yo'q. Haqiqatan narxiga arziydigan yirik qo'chqorlar go'shog'iga ham kelib qolaveradigan holatda turishibdi akalar. 5 million 300 ming so'mdan doimgidek akamizda kamlar bo'ladi. Xudo xolasa kami bor. Qancha Mana kami qo'ydik. bor? Mo januarda qarang. Uni semirib ketganini qaranglar. Dumbasini. Fil bo'lib ketibdi. Berilaveradi mana shunaqalarini sal yengilroq qilib Mana. ehsonga so'yaman deganlarga mana Mana. shu ehsonni o'ynab kulib o'tkazamiz. Xotirjam o'tkazamiz. Yo'lida qilib beraveramiz. Keling aka. Kami. Kam o'zi yo'lida. Ha, endi yo'lida aytdim Arzon deb aytdim, aytdi. xudo Yo, xolasa. zo'r aytdingiz aka. Yo'q, mana uni talash tortish bu 6 million 58 qilmadi. Hop. 5 million 300 ming so'mdan chiral narx aytdim. Arzon. Menga tushib berdingiz sirazi. Любой yerga solishtirishsin, kelishaversin. Realni ko'rib turgan O'zbekistonni bozoriga solishtirib kelishaversin. Hop, Xudo xolasa javob beramiz arzon. bo'ldi kami. Bo'ldi. Maydalashmaymiz 52 dan. Joningiz omon bo'lsin. Ye gap yo'q. 5 million akalar 200 ming so'mdan xonadoningizgacha mana shu qo'chqorlar yetib boradi akalar. Holatini ham qarang akalar. Mana mashalloh. Bular o'zini o'zi reklama qiladi. Bularga oshiqcha ta'rif shart emas. O'zi qo'chqorni bilgan odam sirazi ko'rib telefon qiladi akalar. Inshaalloh olmoqchi bo'lgan ko'krarimizga tavsiya qilinadigan variantlar mana shu joyda. Tepasiga kelib ko'ring akalar. Omad dilq shuga. Haqiqatan jazman bo'lib, olaman degan ko'krarimizga chiroyli holatda yo'lida qilib. Oma aka bitta gapimni gapirib qo'yay, hammaga gapiraman. Hech kim aytganiga sotmagan. Qo'lingizni bering. Mana soni 26 boshidiga. Hop. Hammasini oldim degan martqa men ham martqa yaxshig'ini o'tib beraman. Joningiz Bor omon baraka. bo'lsin. Yana o'tib beriladi Va akalar. yaxshig'ini o'tib beraman. Xursand bo'ladigan qilib. Xursand bo'ladigan qilib. Ye joningiz omon bo'lsin. O'ylaganlardan-da ziyod qilib o'tib beraman, lekin qo'ylar zo'r. Zo'r. Donalabga ham kelishamiz. Qo'ydi holat 50 ming, yozadi. 100 ming bilan bitmaydi. Kelishamiz. Joningiz omon Xo'p, bo'lsin. o'zing chiqarib ber deysa, bir 3-4 ta chiqarib beraveraman. Asli buni chiqaradigani yo'q. Plusi borni, minusi ham bo'lar, minusini qilib beraman. Joningiz omon bo'lsin. Gap yo'q. Xudo xolasa qadrli obunachilarimiz telefon qilaverasiz, ishlaring bitaveradi. Biz endi sekin-asta keyingi partiyalarimizga navbatda bersak ham bo'laveradi akalar. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar mana ikkinchi partiyaga ham navbatni berib oldik. Bularda ham ma'lumotini akamiz o'zlaridan chiroyli qilib eshitib boraveramiz. Ikkinchi partiyaga sonimiz nechta chiqdi aka? Ikkinchi partiyamizga Ozodbek 31 bosh. 31 bosh, bular ham hammasi qo'chqor. 31 bosh, hammasi qo'chqor, aqtab chiqmasi yo'q. Bularning yosh oyliklari qanaqa ekan aka? Yosh oyligi 11 oylik plus. 11 oylik plus. 11 oylik plus. Holati Ular ham zo'r. yaqin xudo xolasa. Yaqin. Inshaalloh. Maza qilib Yaqin boqaman xudo deganlarga xolasa. tavsiya qilar ekanmiz bularni ham. Haqiqatan qo'chqorlarda zo'rlari ketdi aka. Zo'rlari. Mashalloh. Sariq deganga sariq, qashqa deganga qashqa zo'rlaridan. Qora baxmallariga qora baxmallardan, maza kashtanlardan qilib bugun assortiment ranglaridan. Albatta. Ey joningiz Buni omon. rangini konsobga baribir qassob bo'lgandan keyin, Rangini asli qizig'i yo'q. ha, qo'y zo'r bo'lsin, yaxshi yesin, chiroyli Ana ko'zga shunday. yarsin. Shu. Shu, to'g'ri. Konsobga qassob, go'shtda narxi bir xil qo'y go'shtini. Ana shunday. Jinsida farq bor xolos. Go'shti Gap shu. Ana shunday. Aka bularda bo'yin nechiga beramiz? Bularni bo'yi ham hozir o'lchaymiz. Aha. 80 turadi xudo xolasa. Xudo xolasa. Demak, hozirgi qo'ylarni ikkiga bo'lingan sal tetikroq alohida. Ha, bundayrog'i Ha. sal baroqqa. Joningiz omon. 80 ga beraveramiz ha bo'y bastlarni. Bu bastini bitta o'lchab ham qo'yaylik. Bo'ldi, ushlab 80 olasiz. 80 plus minus bo'lsin. Bo'ldi. 80 plus minusga Ha. bo'lmasa bo'y bastlarni xudo Bo'lmasa xolasa beraveramiz. O'lchab ham qo'yaylik bitta mana mash. Keling, menga metrni bering. Bismillahirrohmanirrohim. Mana mash bitta sariqni o'lchaylikchi. Qani? Sariqlar kichikroq ko'rinyapti-da. Ha. Tekis holatda tursin, buni yotib olgan holatda emas. Janvar chiroyli turchi. Bismillahirrohmanirrohim. Bo'ldi, Qani? qani? Bismillahirrohmanirrohim. Necha? Hop, 79 80 ta. 80 plus minusga olishaversin. 80 plus minusga ketaveradi. O'lchab berilaveradi. Ey joningiz omon bo'lsin. O'lchash kerak bo'lsa Holati o'lchab mana. berilaveradi. Bitta akam obodo telefon qilib menga bitta bo'yini o'lchab yoki qulog'ini o'lchab yoki qanaqadir ma'lumot kerak bo'ladi, telefon qilinglar akalar, erinilmaydi. Kasb shu bo'lgandan keyin xudo xolasa chiroyli holatda ma'lumotlarni berib o'tib ketiladi. Aka, yetkazib berish bularniki qaygacha Xudo endi? xolasa o'sha gap o'sha gap. Samarqandgacha bepul yetkazib beramiz. Undan yo'g'a kelishib oldi yetkazib beramiz. Keling aka. O'zbekistonga telefon qilishaversin, kelishib oldi yetkazib beramiz. Gap yo'q. Narxi. Narxi bularda xo'p.
Bularning narxini oldi qo'shdi qilmayman. Ha. Bo'ladi. Qanchatirni bo'ladigan savdo qilaylik. Qo'yamiz xudo xohlasa. To'g'ri, bag'i ham shom 4 bo'lib million ketyapti. 800 ming so'mdan o'g'im. Joningiz omon bo'lsin. 4 million 800 ming so'mdan 4 million akalar 800 ming xonadoningizgacha so'mdan. yetkazib olib borib beriladi. Omon akalar tavsiya qilib qolamiz. Kelib ko'radigan aka-ukalarimiz, yaqin atrofdagi aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, kelib ko'ringlar akalar. Holatini ko'ring. Telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmaymiz-ku. Xudo xolasa sizga tavsiya qiladigan yaxshi holatdagi, sog'lom holatdagi qo'chqorlar mana shular bo'ladi. Bularga ham garantiyasini beriladi. O'sha gap, xayri sunnati bo'ladi. Voy. Xudo xolasa telefon qilinsa olaman deb chiroyli xayrini qilib beramiz. Chiroyli qilib. 30 dan berga oladigan agar imkoniyatlar yo'q bo'lsa, 10 ta olsin. 10 ta ham optimdan 10 ta optimdan beraveramiz. Joningiz omon bo'lsin. Qadrli obunachilarimiz. Chiroyli xayrini qilib beramiz, xudo xolasa. Xayri bo'ladi. Обязательно. Telefon qiling, ishni bitiring. Demak, qadrli obunachilarimiz, keyingi partiyalamizga biz sekin navbatda bersak ham bo'laveradi akalar. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar mana sizlarga yana o'zi yirigu, lekin pul arzonroq variantlaridan so'ragan aka-ukalarimizga, go'sht sevadigan, yog'da kamroq yeyman degan aka-ukalarimizga mana qo'chqorlarni ham tavsiya qilib qo'yaveramiz xudo xolasa. Kamyoq sir go'shtlaridan. Bularning soni 10 bosh, bir pachka. 10 bosh, bir pachka. Bitta obunachimiz olib qo'yadigan, xudo xolasa variantda olib qo'yadigan holatda. Narxini yengil qo'ysangiz, bir kishi ham olib qo'yadi aka. Xudo xolasa narxni yengil qilib beramiz. Hamma partiyamiz Ozodbek. Hurmatli obunachilar, yemini yeb turgan badani semiz qo'ylar. Shular chiqaryapmiz. O'zi bular qo'chqor chivishga yaqin oldi. Mana ular ham 10 oylik. 10 oylik bular, 10 oylikdan kam emas. Qo'chqor bashara bo'lib qo'ygan-da o'zi. Gap yo'q. Holati zo'r. Shu ham xudo xolasa to'g'ri kelib qoladi. Dalshi boqishga ham semiz narsalar-da, araqtirroq dalavaj emas. Bo'yini ichiga beramiz aka. Buni bo'yini o'lchaymiz. O'lchaymiz, sirazi. Tas o'lchasak, ko'zlab ko'rgani yaxshi-da. Ana shunday. Xudo xolasa, qadrli obunachilarimiz sirazi o'lchab. Aslida bo'yiga talashmaymiz, bilasiz. Ha, Endi videoda qanaqa ko'rinyapti havo bulut. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, qani, yotib olyapti. Borgan sari yotib ketyapti. Qani sekin aniqlaymiz. Qani bismillah. Telefon yaqinlasa cho'qyapti. Cho'qyapti, qo'yapti. 75 dagi. Xo'p, mana badani semiz. Mana bunaqa bu ikki qari juni yo'q akalar. Xudo xolasa junni hisobini olib tashlab turib yetyapmiz. Mana, javnuqi qalin emas, o'qitoshlari ham yaxshi. Bo'ldi. Bo'yini nechiga beramiz aka? Suyuq gaplashmayverdik. Bag'i ham kech o'lyapti aka. 75 ga olishaversin. 75 ga. Bular ham Samarqandgachami aka 10 ta? Yo, bu 10 tani Samarqandgacha yetkazib berolmaymiz. Ha. Hammasiga qiziqqanga. Bor aka, yetkazib beramiz. Samarqandgacha yetkazib berasiz. Yetkazib beramiz Samarqandga. Keling endi narxini gaplashaylik aka. Ha, Samarqandgacha gaplashib olib, narxini kelishamiz. O'tkirsiz. Xo'p. Buni oldi qo'shdi qilmayman. Xo'p. 10 tasini bir yerga 45 millionga chiroyli yetkazib beraman. Yo'q, 45 dan o'tib berasiz aka. 44 millionga. Joningiz omon bo'lsin. Gap yo'q. 44 millionga akalar 4 million 400 ming so'mdan 10 ta mana sizlarning xonadonlaringizgacha yetkazib borib beriladi. Maza qilib boqaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Qurbonlikka olmay eng zo'r tayyor bo'ladigan mashina Xudo xolasa albatta. Inshaalloh. Zo'r yetiladi. Haligi, nima deydi? Hammaga tushiradigan holatda bo'ladi. Ana shunday. To'g'ri aytasiz. Hammaga tushiradigan. Ba'zi katta bo'lib ketmaydi, o'rtachadan dadilroq zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Qadrli obunachilarimiz, telefon qo'llaverasizlar, bo'lmasa biz sekinasida so'nggi partiyamizga navbatni berib yuborsak ham bo'laveradi akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar, so'nggi partiyamizga pul arzonroq variantidan ham chiqazing. Juda yiriklik qilyapti qo'ylaringiz, bizga kichikroq ham bo'laveradi, lekin manaqa yemini yeb turgan akalar gigantidan degan aka-ukalarimizga mana sizlarga xudo xolasa tavsiya qilinadigan variantlari. O'zi akalar mana holati zo'r. Ona qarang. Bular ham yemini yeb turgan ekan, Yemini yeb turgan. Gap yo'q. 10 tona ichida mana mana bir dona xalq ko'rib turibdi. Biz ham endi aytamiz. Mash sal sherilarga nisbatan ixchamrog'i. Lekin yaxshi narsa, xudo xolasa. Gap yo'q. Yemog'i shimoq sog'liklari yaxshi. Yeb ichari zo'r, badani ham yaxshi. Inshaalloh, inshaalloh. O'ta unaqa ozib murib ketmagan ekan. Ammo aka aybi bor ekan buni ham. Pardozini qilmagan ekan. Pardoz qilmagan, lekin tulayapti jonim. Tulayapti, mashalloh. Xudo xolasa. Old oyog'ini sal qayergadir uryapti. Sal oqsash bor, lekin mashq qo'ydi, kim olsa shunday oqsayotgandi. Ha. U so'yguncha garantiya beraveraman. Joningiz sog'lom xudo olsa yaxshi. Mana shu. Oyog'ini qayergadir uryapti. Shu aybini ozgina oqsayapti-da. Ha. Bularda aka ko'rish kerak. Yosh oyligi qanaqa o'zi? Bularni yosh oyligi xudo xolasa Ozodbek. Hop. 7 oylikka olishaveradi. 7 oylik. 7 oylikka olishaversin, fil hisobunachilar. Joningiz omon bo'lsin. Aka, bularni endi bo'ylarini nechiga beramiz? Bularni bo'yini 70 pilisga olishsin. 70 pilisga. Shu o'tirmaylar, lekin 70 qo'yam yo'q ichida. 70 pilisga olishaversin, xudo xolasa. Ammo xudo xolasa mana ular xotirjam 75 ta ham uradi. Ham kelib qoladi. Gap yo'q. Buni aka yetkazib berishi. Yetkazib berish xudo xolasa
Vodiy 10 ta bo'ylab ekan. qilib beramizmi? Toshkentgacha bilaman, Bo'ldi. yetkazib berasiz. Vodiy bo'ylab Aniq. Toshkentgacha qilib beramiz, xudo xolasa. Narxi. Narxini akalarda 200 mingdan farqi bo'lsin. 200 mingdan Ha. hisob kitobga Nariga demak 44 million 42 ga to'g'ri 1 million keladi. 400 ming so'm. Bu Hop. 4 million 200 ming so'm. Medalashimiz Kami 200 ming so'mdan kami Kami bo'lsin. bilan, yo'q, kami bilan bitta gapiring aka. Bo'ldi. Videoni oxiriga ekan. 41 millionga 10 tani sotdik. Joningiz omon bo'lsin. 41 millionga 4 million akalar 100 ming 4 million so'mdan. 100 ming so'm. Haqiqatan qo'ylarning holati arziydigan. 4 million 100 ming so'mga mana shu qo'chqorlarni ko'rib turibsizlar akalar, xudo xolasa narxiga arziydigan bo'lyapti. Lekin aka, Ha, bitta gapiraman. gapiring. Keling. Videoni oxiri bonusli variantda. Ya xudo xolasa Bitta chiroyli qilib, bo'lyapti. yo'q zo'r bo'lyapti. Bitta Hammasi chiroyli ham qilib. bonus. Duo qilaylikchi aka. Xudo Mana shu xolasa realni ko'rib turgan akalarimizga chiroyli kamini qilib beringchi. bo'ldi kam telefon qilsa xursand bo'l degan darajada Hop. qilib beraman. Qancha? O'tib beraman Yo telefon qilsa. o'zimga. Bo'ldi. Yomg'ir ham Oldi boshlaveryapti. qochisi yo'q, 10 tani biriga oldim deganga 4 Jon. millionga bor bor. 4 million 4 so'm. milliondan. Gap yo'q. 4 million so'mdan qadrli obunachilarimiz yetkazib olib borib beriladi akalar. Xonadoningizgacha. Telefon qiling, ishingiz bitadi. Dona bo'yinikini qanaqa gaplashamiz buni? Dona bo'yini pilisi bor. Pilisi bor. Ha. Minusi ham bor. Minusi ham bor. Gap yo'q. Minusi Lekin- oldida minusi ham bo'ladi. Ha. Hammasini bir qo'raq chiroyli qilib boqadigan. Yaxshi foydasi bor xudo xolasa. Inshaalloh, inshaalloh. Oling, boqing, baraka qiling. Ammo akalar qo'yda baraka deb bejizga aytilmagan. Sababini qiling, mehrni bering. Xudo xolasa zo'ridan chiroyli qilib foydani olaverasiz, qadrli Yaxshi obunachilar. natija beradi xudo xolasa. Inshaalloh. Chiroyli foyda qilishadi. Avvalo niyat aka. Albatta. Avvalo niyat. Yaxshi qo'ydan olib, yaxshi boqib, yaxshi foyda qilaman degan aka-ukalarimiz niyat xolis qilsin, yaxshi foyda To'ppa qilishadi. to'g'ri xudo xolasa. Buni Hop. xo'p, bitta qo'shni akamizni 2 Ha. dona qo'ylari bor. Ha, O'sha qo'ydan video qilib ketaylik, sotib berdi dedilar, pul zarar ekan. Bittasini bolasi bor, bittasini bolasi yo'q. ha. 2 tishdan 4 tishga o'tayotgan sog'liqlar. Gap yo'q. Bolasi sog'liq. Ko'rsatib bittasi. qo'yamiz, ha, Ha, bo'lmasa? buni ham ko'rsatib qo'yaylik. Xo'p. Qadrli obunachilarimiz mana o'sha qo'shnimizni qo'ylari deydi-ku. Ey, Xudo gap. xolasa bizga ham xolis xizmat. Mana o'sini bolasi yo'q ekan, bitta orqadagisi. Mana shu ko'kni bolasi yo'q. Ko'kti bolasi yo'q ekan. Quloqda sirg'asi bordi, bolasi yo'q. Aha. Mana o'sini bolasi bor, ona bola ekan. Mana shu, Mana o'si mana. ha. Bolasi ham irg'achi. Aha. Ko'paysin ekan-da. Ko'paysin, ha. Bir yosh o'yinlar ham jonivorlarda Nechta tishga o'tgan bular? 2 dan 4 ga o'tyapti. 4 Ikkidan chiqaryapti. to'rtga. Hali yosh. Qilich. Ey, gap yo'q. Hali yosh. Ko'p Qilich yillar xudo bolasini xolasa. olaman degan aka-ukalarimiz mana sizlarga. Rosayincha, sog'liq ham zeriktincha tegadi ekan. boqib bolasini olishaveradi. Ey, gap yo'q. Buni necha puldan beramiz deyaptilar. Buni hop, xudo xolasa yo'lida qilib beramiz. Hop. Buni yo'lida. Qancha qilib beramiz aka? Qani Bismillah. bismillahirrohmanirrohim. Hop. Hammasini oldim deganga ikkovini ham bir joyga endi. Ha, Menga bolalig'ini ber deyish ham mumkin-ku. to'g'ri. Hozir bitta narx aytamiz hammasiga. Aha. Bolalig'ini ber menga deysa, bolalig'ini ham beraveramiz. Alohida ham Alohida. sotilaveradi. Ha, Ha. lekin narxini o'rtadan bo'lib bo'lmaydi. Shuni To'g'ri. hisobi buni oldi qochtisi yo'q. Hop. 10,5 million so'm pul bersa yetkazib beramiz chiroyli. Uchalasiga. Uchalasiga 10 million 500 ming Joningiz so'm. omon Xudo bo'lsin. xolasa. 10 million 500 ming so'm. Ona Kamiga bolani o'tib o'zigachi berolmaymiz. aka. Ha? Ona bolani o'ziga. Ona bolani telefon qilsa gaplashaveramiz. Ha, alohida telefon Ha. qilsa gaplashaveradi. Gaplashaveradi. Lekin mana uni bir joyga oldim deysa, bu bizga aytib omonat. Ana shu. 10,5 million so'm ochilib dastlabkasini qilib olishadi, yo'lda qilib beramiz. Gap yo'q. Demak, dastlabkasini qilib berolmaymiz, arzon chiqyapti. o'zi. Ha, uchalasi Ha. 10,5 million. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Besplatni. Vodiy Undan bo'ylab. yog'iga qilib olishaveradi dastlabkasini. Demak, Mabodo shuni. boshqa yerga qiziqsa, Ha, demak vodiy bo'ylab o'zingiz yetkazib olib borib beraverasiz. yetkazib beraveramiz. Narigisi bo'g'ozmi yo qistirma aka? Uni bilmayman. Noma'lum. Noma'lum. Egasi biladi. Egasi bilan. Ey, gap yo'q. Demak shunaqa. Akalar telefon qilaverasizlar, video syomkamizni mana shu joyda biz sekin yakunlasak ham bo'laveradi. O'zlaringiz ehtiyot qiling akalar.